O'zidan kislorod chiqarib, bizning sog'lom bo'lishimiz va uzoq umr ko'rishimiz uchun ona yanliq g'amxo'rlik ko'rsatuvchi ona tabiatimizning har bir gul u giyohi o'zgacha mo'jizadir. Shunday ekan, unga ham insoniyatning cheksiz mehri va muhabbati muhimdir. Buning uchun esa ko'chat ekish va bog' yaratish, kelajak avlod uchun toza ekologik muhitni yaratish zarur. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan bunday ezgu maqsad esa bugun yurtimizda davlat darajasiga ko'tarilgan. Nafaqat yerga nihol qadash, balki har birining parvarishiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi ko'rsatuvimizda ham daraxt va butalarning turi hamda ularni issiq havodan himoyalash to'g'risida so'z yuritamiz. Bu borada bizga Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutining agrobiologiya fakulteti olimlari yordam beradilar. Sherzodbek Teshaboyev boshchiligidagi organik dehqonchilik va o'rmon melioratsiyasi kafedrasi muallimlari institut hududida tashkil etilgan botanika bog'ida talabalarga amaliy darslarini o'tadilar. Dotsent Alisher To'xtaboyev eng tajribali o'qituvchilardan. U dendrologiya fanidan dars beradi. Dendrologiya lotincha so'zdan olingan bo'lib, daraxt va butalar haqidagi fan degan ma'noni bildiradi. Nazariya bilan amaliyotni qo'shib olib borilgan dars jarayonlari biz uchun juda qiziqarli bo'ldi. Shuning uchun, qadrli teletomoshabinlar, olimning kerakli ma'lumotlarini sizlarga ham shu holicha taqdim etishni ma'qul topdik. Daraxt va butalarda turlari bor edi. Turi 50 dan ortiq. Bu azigan narsa emas, ko'p narsa bor. Shu maqsad ko'proq shular bilan tanishish. Biz bir chekkadan boshlaydigan bo'lsak, mana bu archa deb qo'yamiz biz. Ko'pchilik archa deydi. Bunga o'xshagan nina barglar o'zi ko'p shunaqalar. Xuddi shunaqasini yana boshqachasi bor, u bor. Bunisi tuya deyiladi bu nomi. Tuya. Tuya deganda mana urug'ida farqi bor. Urug'i mana bunday bo'ladi. Pishgandan keyin ochiladi. Endi xuddi shunga o'xshagan narsa bor, yana bittasi. Unisi endi archa. Archani ham barglari shunga o'xshagan. Tangacha barglar. Nega ularda urug'i sharsimon bo'ladi, yumaloq. O'shandan farqi shu. Ular juda ham yaxshi, o'zi ancha oldin kelgan bizning nimamizga, respublikamizga ancha oldin kelgan, hozir juda ham yaxshi manzarali daraxtlardan biri hisoblanadi va ko'kadan zolashlikda ham har xil landshaftlar, dizaynlar tayyorlashda ham juda ham buni o'rni beqiyos. Ko'p ishlatiladi. Endi mana bunisi ham bor. Mana bunisi archa. Haqiqiy archa deb shuni aytamiz. Buni turlari ko'p. Bu endi kichkina yangi ko'chati bu. Kattaroqlari bor. Bu narigi nimamizdagilar katta. Narigi dab bor, ular o'tamiz. Ular katta. Bular virgin archasi deymiz. Juniperus virginiana deydi nomini. Juniperus virginiana. O, Amerikada eshitgansizlar, Amerikada Virginia shtati degan eshitgansizlar? O'sha joyda tabiiy holda o'sadigan. Shu yerdan Yevropaga, Rossiyaga, keyin bizga kelib, hozir mana o'zimizda ham eng yaxshi moslashgan, introduksiya qilingan o'simliklardan biri hisoblanadi. Xo'p, endi daraxtlarga keladigan bo'lsa, mana bu daraxt ham kamyob daraxtlardan. Bu o'rmon yong'og'i deyiladi. Hozir bozorlarda chiqyapti, yumaloq o'sib qolgan meva qiladi. Juda ham biz sharoitimizga moslashganlardan bittasi bu ham. Hatto bu bir marta kesilib ketdi, yana tagidan chiqib, mana shunaqa daraxt bu yerda bor, bu yerda bor. Kesilib ketsa ham tagidan chiqib juda o'rnashadi. Yana bitta shu daraxtlarda bitta narsa shuki, mana bilasizlar, 1-2 yil bunga qattiq sovuq oldi, anomal sovuq degan sovuq. O'sha sovuq ham mana shu daraxtlarimiz uchun bitta sinov bo'ldi. Ayniqsa chetdan kelganlar. O'zimiz daraxtlar endi bilasizlar, o'zimizkilar o'zi ko'radi. Chetdan kelganlarni ayrimlari o'sha sovuqlarga chidaydimi, chidamaydi ekanligini ham bilib olamiz. Ko'pchiligi haqiqatda ham bizning sharoitimizga moslashgan ekan, yaxshi o'sdi, unaqa zararlanmadi ko'pchilik. Lekin ayrimlari zararlanganlar bor. Hali ularga o'tganimizda yana ular haqida gaplashamiz. Endi mana bunisi mana nima qilish, sizlar bu yerda turinglar. Mana bu daraxt ham juda ham hozir paytda keng tarqalayotgan daraxtlardan bittasi. Buni nomi ruschasiga sumaq deyiladi. Totim.
oshlovchi totim deb. Buni yaxshi tomoni shuki, ko'rinishi yaxshi, chiroyli, barglari qaranglar, barglari chiroyli, ko'm bo'lib turadi. Yana bitta yaxshi tomoni shuki, bu juda ham chidamli-da bu. Juda chidamli. Issiqqa ham, sovuqqa ham, ancha-muncha haligi suvni kamligiga ham, boshqasiga ham chidaveradigan. Chedagi eng yaxshi daraxtlardan bittasi bu soxta kashtan degan daraxtimiz. Hozir ayni gullagan payt, qaranglar. Bu haligi sham yoqib qo'yganga o'xshab turadi gullagan payt. Chiroyli, eng manzara daraxtlardan bittasi. Men o'zi ko'pincha so'rashsa, shu manzara daraxt sifatida uyda oldiga, boshqa qanaqa daraxt eksammikin desa men aytaman. Kashtan ekinglar deyman. Nimaga? Juda ham bargi chiroyli, qaranglar. Ko'p turadi bahorda gullaydi. Undan kuzga borgandan keyin ham bargini shartta to'kadi tezda. Unaqa cho'zib yurmaydi. Mana chinonlarning bargini bilasizlar, bahorgacha to'kadi. Bular shartta to'kadi-da, yana chiraveradi. Bahorda yana gullashni boshlaydi. Shuning uchun ham eng yaxshi manzara daraxtlardan bittasi. Endi bizda keng tarqalgan yana bitta daraxtlardan bittasi mana bu daraxt. Buni ko'pchilik archa deyishaveradi. Bu archa emas, bu qarag'ay. Bizda qarag'aylarni ikkita turi ekiladi, tarqalgan. Ama bittasi Qrim qarag'ayi deyiladi. Qrim qarag'ayi degani bu lotincha nom bor. Pinus pallasiana degan. Pinus pallasiana. Pinus degani qarag'ay degani, pallasian degani Qrimning eski nomidan olingan pallasian. Qrim qarag'ayi degan. Juda ham bizning sharoitimizga moslashib ketdi bu. Juda ham moslashib ketdi. Shuning uchun hozirgi paytda hamma joyda ekilyapti, yaxshi o'syapti. Sovuqlarga ham chidaveradigan bo'ldi, issiqqa ham chidayapti hattoki va meva qilib urug'dan ham ko'paytirish mumkin. Hozirgi paytda haligi tadbirkorlar, ishbilarmonlar buni urug'larini terishib olib, borib ko'chatlarni chiqarib ekishyapti. O'zimizni talabalarning ichida ham o'sha bilan qiziqqanlari shunaqa ishlarni ham boshlashdi. Urug'larni terib olib, ko'chat chiqarib ish qilishyapti. Shunaqa ishlar. Hop. Bu yerda endi asosiylaridan mana shu yana bittasi bor. O orqada turibdi, mana jida. Jida ham juda bir chiroyli, yaxshi daraxtlardan bittasida. Bu jidaga nisbatan bizni xalqimizni juda hurmati baland. Bilasizlarmi nima uchun? Uni hurmatiga loyiqligi shuki, biz xalqimiz juda ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. Qahatchilik bo'lgan, urush paytlarida, yeydigan nonlari yo'q paytlarida odamlar mana shu jidaning mevalaridan qishda ovqat sifatida foydalanib bahorgacha chiqishgan. Katta odamlarni gaplashsanglar aytib beradi. Shuning uchun ham bizning xalqimiz hurmati juda katta. Chunki bu mevasi turaveradi juda ham oqsilga boy, glyukozaga boy, to'yimli bo'ladi. Qishda o'tirib, ilgari odamlar sandalga oyoqni tiqib olib, sandal ustiga jidan mevasini qo'yib olib, yeb o'tirishgan. Shunaqa qilib qiyinchiliklardan chiqqaniga juda katta yordam bergan. Endi manzara daraxt sifatida ham ahamiyati katta. Qaranglar ko'rinishini. Hozir gullay deb qoldi. Gullagan paytda bilasizlar, hamma joyga uni haligi hidi ufori kim bo'lsa o jida gullabdi deydi, to'g'rimi? Nihoyatda yaxshi, xushbo'y. Nektarga boy gul. Asalarilar ham mana hozir ham uchyapti asalarilar. Undan nektar oladi. Qaranglar. Shuning uchun ham bu ham mevalik, ham manzarali juda ham yaxshi daraxtlardan bittasi. Endi bu yerda yana bitta daraxt bor. Bu daraxtning nomi do'lana. Eshitgansizlar-ku, do'lananing bir qancha turlari bor. Bu Ponti do'lanasi. Crataegus pontica degan daraxt mashhur. Mana hozir meva gullaridan o'zi mevalar bo'ladi. Mana maydaroq mevasi bo'ladi. Chiroyli. Yeyiladigan. Yaxshi. Darag'i ham juda kuchli, baquvvat, anjamizga sinmaydigan qattiq buyumlar qilish mumkin. Juda ham chidamli va manzarali. Gullagan paytda chiroyli bo'ladi. Mevasi pishgan paytda ham chiroyli bo'ladi mana. O'zini turishi ham da chiroyli bo'ladi. O'zi bu tabiiy holda tog'larimizda o'sadi. Va manzara daraxt sifatida ham
ekiladi. Yaxshi, mana bu yerda bitta, ikkita, 3 ta do'lona bor. Dars davomida bildikki, botanika bog'iga 50 turdan ortiq daraxt va butalar ekilgan ekan. Umuman olganda, oliy o'quv yurti hududida esa 70 turdan ortiq va 3000 ga yaqin mevali hamda manzarali daraxtlar ekilgan. So'nggi yillarda dunyoda kuzatilayotgan anomal issiq havo oqimi tufayli yurtimizda ham yoz faslida havo harorati biroz ko'tarilmoqda. Ayni shunday jarayonlarda daraxt va butalarni qanday himoyalash zarur? Dunyo bo'yicha har xil muammolar ko'p. Birinchi navbatda global issiq, global sovuq degan narsalarni eshityapmiz. Endi bizda suv so'rama ko'p do'stlar, suv so'rab. Shuning uchun uncha chizildi. Bundan tashqari o'rmonlar, daraxtzorlar qalin bo'lsa ham shunaqa global anomal issiqlardan yaxshi chiqib ketadi. Lekin siyrak bo'ladigan bo'lsa, yakka-yakka turadigan bo'lsa, issiq ularga ta'sir qilishi mumkin. Shu paytda albatta ularni o'sha tuproqdagi namni saqlash kerak. Tuproqdagi namni iloji boricha saqlansa, ular issiqda juda ham ko'p suvni bo'lataveradi, bilasizlar. Fotosintez davrida, bilasizlar. O'sha davrda ko'p suv bo'latadi, ayniqsa o'zini tanasidagi o'sha ortiqcha issiqni chiqarish uchun ham doimiy ravishda suvni bo'lab turibdi. Shuning uchun ko'p suv bo'latadi. Issiq paytda endi o'sha bo'layotgan suvni uni to'ldirish kerak. Ana shu paytda agar o'ta issiq bo'lgan paytda ular suv yetkiza olmasdan qurib qoladigan paytlar ko'p uchraydi. Ayniqsa yangi ko'chatlarda ko'p uchraydi. Yangi ekilgan ko'chatlarda. Ayniqsa bir yil ichida o'sha ko'chatlarni yaxshi saqlab qolinsa, undan keyin o'zini ushlab qoladi, ketaveradi. O'sha bir yil ichida iloji boricha ularni saqlab qolish kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Nam saqlash kerak. Nam saqlashning yo'llari har xil yo'llari bor. Misol uchun ulardan bittasi ildizining atrofini mulchalash kerak. Mulchalash degani o'sha ildiz atrofini ma'lum narsalar bilan qoplash kerak. O'sha qoplansa, misol uchun bizga eng yaxshi usullardan bittasi bu chirindi bilan qoplash. Chirindi. Chirigan go'ng, chirindi yoki hozirgi paytda mana gumus degan narsalar bor. Gumuslarni atrofiga shu taxminan ildizining atrofiga 1,5 metr atrofiga qancha ko'proq bo'lsa shuncha yaxshi bo'laveradi. Chunki bilasizlar, ildiz atrofga tarqaydi-ku. Shu qoplansa, haligi chirindi nima qiladi? Namni tepaga chiqib ketmaydi issiqda. Uzoqroq turadi. Shunda. Ana shu yo'l bilan saqlash mumkin. Yoki ayniqsa yangi ko'chatlarni soyalatish usuli bor. Soyalatish kerak. Mana hozirgi paytda boshlandi issiq, 40 gradus atrofida issiq bo'lyapti. Bunaqa yangi ko'chatlar juda qiyin. Ana shu paytda yosh ko'chatlar issiqqa chidamaydi, qurib qolishi uchun ham soyalatish kerak. Soyalatish degani shu quyoshning nurini to'sadigan yo'llarni qilish kerak. Mana hozirgi paytda haligi o'sha setkalarni tortish kerak. Boshqa shunaqa yo'llar bor. Qanaqa yo'l bilan iloji bo'lsa, imkoni bo'lgan usulni qo'llab soyalatilsa, u ham yordam beradi. Shu yo'l bilan ularni ko'chatlarni issiqdan saqlab qolish mumkin. Shu bir yil yaxshilab ularni e'tibordan qochirmasdan ushlab turilsa, keyingi yillarga o'sib, ayniqsa bu narsa ninabarli daraxtlar uchun juda ham muhim. Chunki ninabarli daraxtlar bilasizlar, unaqa soyasi ko'p nimaga tushmaydi-da. Atrofiga tushmaydi. Yaproqbarglar o'zi soya qiladi o'zini. Har holda shu. Lekin ninabarglarni ayniqsa ana shu narsaga e'tibor qilib saqlab qolish kerak. Shunaqa har xil yo'llarda imkon bo'lgan yo'lda qilish kerak. Shunda ular ushlab qoladi-da, keyingi yillarga o'zini o'zi ushlab qolishi mumkin. Ana shunday usullar bor. Endi yana bitta yaxshi o'simliklardan bittasi bor ana bu yerda. Yapon mushmulasi. Mespola japonica degan daraxt bor. Va bu daraxtni yaxshi tomoni shuki, doim yashil. Qishda ham shunday turaveradi. Qishda ham. Sovuq bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham. Lekin o oldingi yilgi nimalarda 20 gradusdan yuqori sovuq bo'lgan paytlarda ta'sir qildi. Lekin tagidan yana o'sib chiqdi.
15-20 gradus sovuqgacha chidaydi. Juda chiroyli. Bundan tashqari ko'ringlar mana, chiroyli. Bu meva ham qiladi bu. Kuzda gullaydi, bahorda, may oylarida mevasi pishadi. Kuzda gullaydi. Noyabr, dekabr oylarida. Bahorda keyin meva qiladi. Mana shunaqa xususiyatlari bor. Shuning uchun ham juda yaxshilardan bittasi bu. Uylarga ham ekilsa yaxshi bo'ladi. Yaxshi chiroyli. Daraxtlar hozirgi paytda ko'p ekilyapti. Joylarimizni prezidentimizni yashil makon loyihasi bo'yicha qilayotgan ishlarga muvofiq mana shular hammasi ko'payyapti. Yildan yilga ularning tur soni ham oshib boryapti. Bu narsa bizni xalqlarimizni, odamlarimizni hayotiga juda ham katta foydasi bor. Ya'ni bitta gap aytishim mumkin. Qayerda yashillik bo'lsa, shu yerda hayot bor. Yashillik yo'q yerda hayot ham bo'lmaydi. Shuning uchun ham qancha yashil zonalar, hududlar ko'paysa, shuncha yaxshi. Bu o'simliklarning qanchalik foydali, ekologiyamizga foydali ekanligi haqida odamlar hozirlarga asosiy gaplarni aytib beradi. Qadrli teletomoshabinlar, aminmizki, berilayotgan o'rinli tavsiyalar barchangizga asqotadi. Ustozimiz aytganidek, mana shunday yashillikni belgilovchi asosiy o'simliklarimiz birgina o'sha manzaralilik, dekorativlik xususiyatlardan tashqari atrof muhitimizni saqlaydigan, insonlarga, boshqa organizmlarga yashash sharoitini qilib bera oladigan yagona tirik organizmlar bular aynan hammamiz bilamiz o'simliklar dunyosi vakillari. Mana shuning uchun hozirgi kunda dunyo bo'yicha global iqlim o'zgarishi sharoitida, ya'ni global isish yoki bo'lmasam turli xil hududlarda ana shu turli xildagi tabiiy ofatlar kuzatilayotgan davrda aynan ko'pgina davlatlar aynan o'simliklar dunyosi bioxilmahalligini tiklash va qaytarish va o'simliklar bioxilmahalligini ko'paytirish bo'yicha juda ham katta amaliy ishlarni qilib kelishmoqda. To'g'rimi? Chunki mana shunday sharoitda aynan bizni shunday turli xildagi muammolardan qutqaradigan omillardan biri aynan mana shunday o'simliklar turlari ekan. Bu o'simliklar bizga nimalarni beradi? Asosan birinchisi bilamizki, o'simliklar dunyodagi o'sha asosiy ozuqa sifatida qaraladi. Ya'ni organizmlarga ozuqa sifatida turli xil maqsadlarda foydalanishda bo'ladi. Qolaversa, hozirgi kunda asosan o'simliklar dunyosi iqlim o'zgarishini yumshatadigan yoki bo'lmasam ulardan chiqayotgan turli xildagi foydali fitonsitlarning hisobiga o'sha yer sayyoramizdagi zararli bakteriyalarni o'ldirish xususiyati mavjud. Qolaversa, bunday o'simlik turlari asosan mikroiqlimni shakllantirib berishga ham xizmat qiladi. Aynan shu maqsadda prezidentimiz tashabbusi bilan hozirgi kunda respublikamiz hududida yashil makon umummilliy dasturi amalga oshirilmoqda. Bunda esa ko'pgina turdagi asosan ana shu mahalliy yoki bo'lmasam introduksiya qilingan yangi turlar respublikamiz bo'ylab ana shu hududlarimizga turli xildagi soha vakillari va aynan mana shu o'simliklarni ko'paytirish bilan shug'ullanuvchi soha vakillari, olimlar, yoshlar qatnashyapti. Aynan mana shunday holatda O'zbekiston Respublikasi hududidagi bioxilmahallikni ko'paytirish va buni tiklash kabi turli xildagi amaliy ishlarimiz amalga oshirilmoqda. Endi bunda o'sha o'simliklarni o'sha qisqacha iqlim shakllantirishi, ozuqa sifatida ishlatilishi yoki bo'lmasam ma'lum bir hududlarda o'sha suv resurslarini ham shakllantirishga xizmat qiladi. Qolaversa, endi bizning vazifamiz endi mana shunday o'simliklar dunyosini vakillarini qayerlarga qanday o'simliklarni ekish masalasi o'rtada turadi. Chunki barcha o'simlik turlari ham hamma muhitda yashab keta olmaydi. Buni yaxshi bilamiz. Ekologiya sifatida aynan bunday ma'lumotlar juda ham oz qotadi. Ya'ni hozir ustozimiz aytib o'tib ketgandek, mana shunday nina bargli daraxtlar, qirim qarag'ayi, archa turlari va boshqa ana shu nina bargli o'simliklarimiz asosan ularda transpiratsiya jadalligi, susligi yoki bo'lmasam ularda ana shu shovqinga nisbatan chiday olish qobiliyati mavjud. Mana hozirgi kunda atrof muhitda shovqin manbalarining ko'payishi ham
aynan o'simliklarimizga har xil ta'sir ko'rsatadi. Birgina namlik yoki bo'lmasam yorug'lik kabi omillarimizdan tashqari shovqinlar ham ta'sir ko'rsatyapti. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Sanoat korxonalari, avtotransport vositalari ta'siri, ya'ni yo'l yoqalariga, ana shunday obyektlar yoqalariga ekilayotgan har xil turdagi daraxtlarni shovqinga nisbatan o'sha talab munosabatini ham bilishga to'g'ri keladi. Aynan shovqin o'simliklarda biz bilamizki, transpiratsiya jadalligini oshirib yuboradi va bunda esa o'simliklarga qo'shimcha yana suv bilan ta'minlanganlik darajasini ta'minlab berishga to'g'ri kelib qoladi. Aynan mana shunday sharoitlarda bizni ana shu sharoitimizda, ya'ni shovqin manbalari ko'proq kuzatiladigan hududlarda shovqinga chidaydigan birinchi o'rinda va suv transpiratsiyasini kamroq amalga oshiradigan o'simliklar turlarini ekish tavsiya etiladi. Va mana shunday o'simliklar kelajakda ana shu hududlarning ekologiyasini, atrof-muhit muammolarini kamaytirishda va insonlarga qolaversa hayvonot dunyosi vakillari, o'simliklar dunyosi vakillarini saqlab qolishi juda katta ahamiyati mavjud bo'ladi. Organik dehqonchilik va o'rmon melioratsiyasi kafedrasi tomonidan tashkil etilgan professor o'qituvchilari va o'qituvchilar tomonidan tashkil etilgan bog'imizda 50 dan ortiq o'simliklar, butalar, gullar, daraxtlar tashkil etilgan. Bu daraxtlarni ekishda o'zimiz ham katta hissa qo'shganmiz. Bu daraxtlarning ahamiyati juda ham katta hisoblanib, birinchi navbatda o'simliklarda atmosferaga kislorod ishlab chiqaradi va bexil-mahilliklarga foydali tomonlari bor va hayvonlarda yashashiga, ko'payishiga o'simliklarning foydasi ham juda ham katta hisoblanadi. Bugungi kunda o'simliklarning ahamiyati juda ham katta bo'lib, kislorod ishlab chiqaradi. Atmosferadagi turli xil changlar, zararli moddalarni kislorod ishlab chiqarib tozalaydi va transport vositalaridan, sanoat korxonalaridan chiqayotgan chiqindilarni atmosferadagi kislorod bilan tozalab, zararli moddalarni yo'qotadi. Birinchi navbatda o'simliklarni himoya qilishimiz zarur, ya'ni bularda birinchi navbatda qonuniy tomondan va insonlarda ong va madaniyat shakllantirishimiz kerak. Shu sababli o'simliklarni ko'plab o'stirish va rivojlantirish mumkin. Shu yerdagi o'simliklarni muhofaza qilish bo'yicha O'zbekiston Respublikasida qonunlar va qarorlar ishlab chiqarilgan va bizning institutimizda ham tabiatni muhofaza qilish doirasida ko'plab bilimlar va targ'ibot tadbirlar amalga oshirilmoqda. Nazariy va amaliy bilimlarimizni shu yerlarda olib boryapmiz. Bu juda ham bizga katta yordam beryapti. 2025-yil Prezidentimiz tashabbusi bilan atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb e'lon qilinib, shu maqsadda qabul qilingan davlat dasturlari amalga oshirilar ekan, tabiatni muhofaza qilish hamda hududlarda yashillikka erishish, aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish xususidagi chora-tadbirlar ijrosini ta'minlash darkor. Bu xayrli yumushlarda faol bo'lish esa barchamizning insoniylik burchimizdir.